Savol. Assalomu alaykum ustoz. Ba'zilar turmushi normal bo'lsa-mu, eshinib muhtoj qarindoshlarga yordam qiladi. Ammo yordam qiling'uchi ba'zi kishilarning iste'mol saviyasining shundoq yuqoriligini ko'ryapmiz. Ba'zida ular setib olgan qimmat narsalarni yordam qilayotganlar chag'ida setib olishga ko'zi qiymaydi. Ham bu boshqalarning hurmatiga, izzatiga bog'liq ish bo'lg'achqa, yordam qilg'uchimi tafsiliy so'rashdan amalsiz qoladi. Qiyinchilik bor degan birli ig'iz gap bilan yakunlanadi. Hattoki bolasiga biror yangi mayka ilib berishga qo'risiga og'risimi, boshqa qiyinchiligi bor degan qarindoshlarga saxiylik bilan yordam qilayotganlarni bilaman. Mening so'ramoqchi bo'lganim, kichkidan yetilgan qimmat qarash yoki turmush saviya odatiga asosan esilroq yashab, narsaning yaxshisini ishlatib ko'nib qolganlar yordam olib yashayotgan holatida yana shundoq turmush odati bo'yicha ish tutishi to'g'rimi? Yoki biz Alloh roziligi uchun deb berdigan bo'lg'achqa, ularning qanday xajlayotganiga qaramasligimiz kerakmi? Bu ahvol intayin ig'ir. Yordam olayotganlar eng danglik markalik kiyim-kechakni oladi ekan. Javob: Va alaykum assalom. Yordam olayotganlar tejab xajlashi kerak. Hargizmi burunqi qo'l ilkida bor chog'lardagi yuqori saviyada xajlasa bo'lmaydi. Chunki hozir qo'l ilkida yo'q yordam olayotadi. Yordam qiladiganlarmi yordamni tejab xajlaydiganlarga berishi lozim. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh.